Biz yaqinda mana Beksikam bilan qayerdadir uchrashuvda o'tirdik, man aytayotgandim, bilasizmi? Hozir, например, Rossiyaga qarasak ham, ko'p davlatlarga qarasak, O'zbekistonda ko'p narxlar qimmat, restoranlar qimmat, nimadir sotib olaman desangiz qimmatda. Mana даже o'ris hozir anaqalik rus restoratorlar kirishyapti-yu, man, например, bilaman, что там сыроварня Novikov va butun setida O'zbekistondagi сыроварня eng ko'p sof foyda olib keladi. Chunki O'zbekiston narxlari, например, Rossiyaga qaraganda, o'sha Rossiyada сыроварня qaraganda O'zbekiston qimmatroq. Rossiyaga qaraganda O'zbekistondagi restoranlar qimmatroq. Nimaga shunaqa desam, hali raqobat unaqa darajada yo'q. Yo'q ekanda, kel slivkani oladigan payt. Ha, kelishyapti. Baribir ham mana biz Rossiyada ham O'zbekistonda ham yashaganimiz uchun точно ayta olamiz, что O'zbekistonda yashash hozirgi kunda qimmatroq Rossiyada yashagandan ko'ra. Biz hayron bo'ldik va ya'ni men olib boraman-da har kuni anaqalarni, rasxodlarimni olib boraman-da. Men solishtirsam o'sha oylik rasxodim bilan u yoqdagi, pritom unaqa shikovatch qilmaymiz unaqada, ya'ni oddiy u yoqdagi rasxod, bu yoqdagi hayron qolaman-da, shu bizda qimmatroq yashash Moskvaga yashashga qaraganda. Даже oziq-ovqatni hisoblasangiz, mana O'zbekistondan Rossiyaga pomidor boradi, O'zbekistonning pomidorida eng qimmat hisoblanadi Rossiyada. O'zbekistonda ham shu narxga sotib olasiz. Menimcha Moskvada ham rosa xolirdi katta narxga sotishga, lekin bozor anaqa qilmaydi. Bitta qilsa yonida shunda bitta, bilmadim, 20% arzonroq keladi bo'ldi, olib ketayman deb ham o'shandan oladi. Bozor taklifda. Men yaqinda bitta tadbirkor bilan gaplashdim. Viloyatda adashmasam, anaqa Yandex taksiga o'xshab anaqasi bor, programmasi bor. Har bitta anaqadan, har bitta poyezdkadan 1000 so'm shunaqa ishlaydi adashmasam. Aytayotdi-da, Yandex deyapti, 2 yildan beri men shu programmani ulagan shaharlarimda turibdi deyapti. 2 yildan beri minus, men misol 1000 so'm ishlasam, u 2000 so'm yo'qotyapti deyapti. Qanaqa qilib shu narsani investitsiya qilyapti? Shu gapingizga qo'shilaman. Ya'ni bu yerda 1 million, 10 million bo'lgan odam bor. U yerda 100 million kelib aytadi, men 3 yil minusga ishlayman deydi. Men bilaman, bundan o'tganman deydi. 3 yildan keyin hammani sindirganimdan keyin 3-yilda o'sha mashina anaqa olaman deydi. Yandex shunaqa bo'ldi. Yandex bo'lganda Uber bo'ldi, Get Taxi bor edi, City Mobil bor edi. Hammasi uxladi, faqat yangi chiqib qolgan. Yandex hozir rosa qimmat u yoqda. Shunchaga chuqur ularni topayotgan daromadi, bizani may taksilarni yo boshqa lokal o'yinchilarni sindirishga 1 yil turaverishingiz, 1 yil turaveradi. Keyin 2x, 3x qilib chiqarib oladi. Men hozir gapingizga qo'shilaman. Men San Diegoda bir oy yashadim. San Diego, Kaliforniya o'zi Amerikaning eng qimmat shtatlaridan biri. San Diego undan eng qimmat shaharlardan bittasi. Uni La Jolla degan joylarda yurdim men. Eng qimmat, men bu jali papalar pensionerlar boradi, bilasizmi? Men o'sha yerda turganimda qimmat restoranlar, ehtiyot bo'linglar, endi shunga ozgina rozi bo'ladi. Qarasam Toshkentdagidan farqi yo'q edi. Ha, shunaqa. Qimmat deganda ham, masalan, Toshkentda ham hozir yaxshi restoranda o'tirsangiz $50 hech narsa bo'lmay qolyapti. Men $30, $40 edim. Taksi bundan qimmatroq edi. Masalan, bir joyga taksiga olib kelsam, $25, $30 olardim. Restoranda ham yaxshisida o'tirsangiz, kishi boshiga $50 dan ishdim. Aytdim, Toshkentda ham shu holatda. Ya'ni siz aytgandek, raqobat ko'paysa, narx tushadi, xalqqa yaxshi. Lekin tadbirkor uchun signal bo'lish kerak. Kechagi foralar quladi, tamom, maza qilib 2x, 3x da ishlab yurgani uchun o'shancha trening desa ensasini qotirgan, o'shancha o'qish desa degan. Hozir uje kalla ishlamay qoldi. Kecha ishlagan nomerlar bugun yemayapti. Bugungisi ertaga yemaydi. Siz 1.5 ga rozi bo'lsangiz, kimdir 1-2x ga ham, mana 1-2 koeffitsiyentga ham rozi bo'lib kelaveradi. Bu yerda hozir Kanstovar biznesi, Melachovka biznes bir paytlar 2x da ishlagan davrlarimiz bor-da, Xitoydan olib kelib 2x qo'yganlar bu. 1.5 desa yoqmasdi menga. 1.5 qolar ekan pozitsiya olib kelib. Keyin 1.5 lik davrlar bor. 1.5 ga bo'lsa qani edi deyman. Unaqa pozitsiya 1.20, 1.30 ga ishlasak ham katta gap-da. Lekin Xitoy keladi, men $1 ga olib 1.20 qo'yishim kerak, rasxodlarimni qoplash uchun, arenda, oylik hamma narsalarni qoplashim uchun 1.20 desa oldin вообще olmasdim unaqa pozitsiyalarni, ishlamayman derdim. Hozir 1.20, 1.3 ga ishlasa, deymiz, 1.5 lik pozitsiyalar уже tushyapti-da. Lekin Xitoyga shu narsasini o'sha yerda menga $1 sotyaptimi? Buni qo'shimcha rынок sifatida olib kelib, shu yerda $1 ga sotib yuboryapti. O'zlari butun Abu Sahiydan 10 talab, 20 talab do'kon olyapti xitoyliklar.
bu o'zini qo'shimcha skladi sifatida ko'ryapti. O'zbek 1.20 sotayotgan bo'lsa, men 1.10 ga ham 1 ga ham beraman deb beryapti. Cho'nchagi chuqur. U birovga nasiya bergan yo shunda oldi bitta 10 ta do'konni sotib oldi-da, mana bitta olib kelib skladda уже bo'ldi. Bu konstovar bo'ladimi? Istalgan boshqa sohami Xitoy puli tiqilib yotibdi. Xuddi BYD GM sindirayotgandek, sizga menga zo'r. GM haydagandan ko'ra BYD ni haydayman yoki Ligetni ni haydayman GM puliga. Lekin xuddi shunaqa qolgan pozitsiyalar xalq uchun arzonlashadi. Tadbirkor bo'laman deganlar uchun bu juda strogiy signal. Bu yerda уже har bir tiyinni aql bilan ishlatadigan davr. Million suda yoqib bo'lmaydigan davr. Har bitta xodimimiz, har bitta arendamiz, har bitta polkamizni bahosi, eski uyimizni bahosigacha analiz, har bitta targetimizni, leadimizni u yerda bilim kerak. U yerda mana shu yosh ukalarimiz biznes qilish kerak emas. Shuni bilimini bilib tadbirkorga aka $1000 xizmatim desa, biznes ochib topgandan ko'ra bu yerda hozir aql mehnat bilan ko'p pul topadi bu yigit qizlar. Shuning uchun men shu yerga qarab yurish kerakmi deyman-da.